Assalomu alaykum. Mana men через to'ka счетчик ulashni sizlarga o'rgatib o'taman. P1 dan P2 ga kirib keladi. P1 dan P2 ga kirib keladi uchovi. S1 dan chiqqani счетчик birinchi kontaktiga ulanadi. S2 dan chiqqani счетчик uchinchi kontaktiga ulanadi. Birinchi to'ka. Ikkinchi to'kada S1 dan chiqqani 4 ga ulanadi. S2 dan chiqqani 6 ga ulanadi. Endi 7-chi kontaktga 3-chi S1 dan 7 ga ulanadi. S2dagi 9 ga ulanadi. Endi bunga uchetchik doim ishlab turish uchun A fazadan ikkinchi kontaktga mana o'zi bo'rtib chiqqan nimalar uchetchik fazalar berib turishi mumkin. Mana ikkinchi kontakt, 5-chi kontakt va 8-chi kontakt. Bular uchetchikda ishlab turish uchun. Bular uchetchikda ishlayotganini ko'rish uchun. 100 ga 5 to'ka bu. 100 ga 5 to'ka demak 1 kilovat yozgan bo'lsa 10 ga ko'p 10 ga ko'paytiriladi. 200 ga 5 ishlab bo'lgani qo'rqqan. 100 ga 5 10 ga ko'paytirib keyin hisoblanadi.